Savol sovchi bo'lib kelayotgan kishilarga narigi tomonning ayblarini aytishlik joizmi? Agar ayblar deganda jiddiy ayblar bo'lsa, masalan dinidagi ayblar, xulqidagi ayblar, bu narsalarni albatta aytish kerak. Chunki ad-din an-nasiha. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, din bu nasihat deganlar. Nasihat nima degani? Ya'ni hammaga inson o'ziga ravo ko'rgan narsani ravo ko'rish kerak. O'zingizga o'shani ravo ko'rmaysizmi bo'ldi. Birodaringizga ham ravo ko'rmang. Bir kuni bir ayol Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytgan, "Ya Rasululloh, menga Muaviya bilan Abu Jahm degan odam sovchi qo'yapti. Qaysi biriga turmushga chiqay degan." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ammo Muaviya bu kambag'al, uni puli yo'q" deganlar. Ya'ni o'sha paytlarda kambag'al bo'lganlar-da, keyinchalik xalifa bo'lib boyib ketdilar, ya'ni. Ammo o'shanda kambag'al. Ammo bu Abu Jahm bo'lsa yelkasidan kaltagini tushirmaydi bu deganlar. Ya'ni urong'ich degan ba'zilar esa xotinlar tashlab ketaveradigan, uylanib. Shuning uchun ikkalasiga ham tegma deganlar. Mana Usomaga teg deganlar. Bu ayol aytgan, men buni yoqtirmadim avvalda, chunki Usama qop-qora yigit bo'lgan, u ham qullikdan chiqqan. Lekin keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu amriga to'at qilib turmushga chiqdim, shu bilan shu Usamada baxtimni topdim degan. Muhim mana shu hadisdan ko'rinib turibdiki, o'sha sovchilarga yoki sovchi bo'ladigan odamlar haqidagi bir ma'lumotlarda bu sovchi bo'lib kelinayotgan xonadonga ayblarini boshqasini aytishlik joiz ekan. Bu g'iybat emas. Yoki odamlarning aybini ochish emas yoki uni sovchisini qaytarish emas.